qovurg'a bo'lagimizni dandanali qismi. Buni bedandanasi ham bo'ladi. Hop, birinchi qaziyoq olishdan boshlaymiz. Qaziyoqni mana shu kontur bo'yicha, chizuv bo'yicha yuza qilib kesib olamiz. Bismillah. Pichoqni yotqizamiz. Buni ham tortib turamiz. Qaziyoq qismi unaqa go'shtlari qolishi kerak emas. Agar qoladigan bo'lsa, go'shtni yog'iga aynitadi. Bu go'sht yog'iga aynitib qo'yadi. To'g'ri saqlanmasa, o'shaning uchun go'shtlarni shilib tashlaymiz. Qaziyog'imizni chekkaga qo'yib turamiz. Xo'p, mana bu jigar parda qismi bo'ladi. Jigar parda qismini suyagiga taqab o'ramiz. Mana bundan o'yib. Pichoqni mana shu uch qismida ishlaymiz. Go'sht tortib turibman. Har doim tortib turish kerak go'shtni. Alo. Aleyküm selam, rahmat. Yo'q. Yo'q. Hop, hop. Hop. Jigar pardani olib bo'ldik. Olib bo'lganimizdan keyin mana tog'ay suyagi bor. Mana shu qismini olib tashlaymiz, suyagi ketadi. Endi mana bu to'shni tek tomonidagi go'shi bo'ladi. Mana bunday is tushiramiz pichoq bilan. Is tushirib shirib olamiz buni. Suyagiga taqab. Pichoqning uchida ishlanadi. Buni ham tortib turamiz. Uzolmaydigan darajada kuch bilan qattiq tortsa uzilib ketadi. Oldi. Endi mana ichki qismidagi bo'yin qismi deyiladi bu ham. Mana bu yoqdan boshlaymiz edi, bu yoq qismidan boshlaymiz. O'shanda bundoq plavni ketadi. Buni ham tortib turamiz. Olganimizdan keyin mana ikkinchi bo'yin qismini olamiz. Shu yerga taqib kesib olamiz. Bu yo'q chiqdi.
Endi mana bu yana bitta bo'yin qismi, bu qismi qaziga tushmaydi. Mana shu taxminan taqab olamiz, bir chekkaga qo'yamiz. Mana alohida qismi chokida turibdi. Bu yog'idan boshlaymiz. Pichoq yurg'izayotganda uzun yurg'izish kerak. Mana shu ulangan yog'larni bu qismiga Albert deyiladi qismi. Albert qismiga o'tkazib olish kerak. Qo'lni torsanglar ham bo'ladi, mana. Chokida turibdi. Pay, ushlab turibdi. Bu alohida qismi bo'ladi, mana. Go'sht, yog' mashina bo'lib ketgan. Oldi ham, orqa tomoni ham. Endi qo'rg'animizni taxminan mana bir qarich mana shungacha olib kelamiz. Barmoq qismida o'zi ochayotganingizda oq joyi ko'rinishni boshlaydi o'sha yoqqacha. Mana bu yog'ini suyiga taqab tortib turamiz. Uzun tortamiz. Oq qismi boya aytayotganim ko'rindi. Taxminan bir qarichdan keyin. Mana shu tekislab qo'yamiz, bo'ldi. Qolganini ochmaymiz. Endi mana bu chapoq qismini uchidagi go'shtini mana bu ozgina ochib olamiz. Bo'ldi, boshqa tegmaymiz. Endi go'shtimizni ag'daramiz. Ag'dargandan keyin o'zimizga qarab turgan payt tarashini yarimiga olib kelib qo'yamiz. Mana mana shu tarash qismi bo'ladi. Mana bu yerdan pichoqni yotqizib, pichoqni o'zimizga qarama qarshi tomoniga tortamiz. Yuza qilib tarash olinyapti hozir. Tarashni olayotganda yog'siz qilib olish kerak.